4 xonali bankovskiy xonadonga kelganimizda 105 kvadrat metr 9 qavatli binoning ikkinchi qavatida joylashgan planirovkasi вообще ajoyib xonadon ekan. Hozir bir boshdan planirovkasini ko'rib o'tib ketamiz. Kirishimiz bilan bizlarni kattagina mehmonxona kutib oladi. Ko'rib turgandek xonadonimizga kirib kelib yashaladigan holatda. Mana bu joyda esa yana bitta yotoqxonamiz, detskiy yotoqxona sifatida foydalansa bo'ladi va shu xonani o'zini navisnoy balkonlari mavjud ekan. Mana bu joyda yana bitta detskiy yotoqxonamiz ham mavjud. Anchagina o'lchamlari keng. Xonadonimizning xonalari skvoznoy, ya'ni ikki tomonlama oyna havo aylanishi yaxshi bo'ladi. Mana bu joyda esa kattalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Juda ham fayzli, chiroyli xonadonimiz. Xo'p, общий hisobda 3 ta sanuzelimiz bor ekan. Bu bitta общий sanuzelimiz bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyda yana bitta sanuzelimiz ham mavjud. Xo'p, oshxonani ko'rishingiz mumkin. Juda ham keng, ayollarimiz yoqtiradigandek barcha qulayliklari bilan tayyor holatda. Bemalol mana shu joyda o'zida stul zona qilib o'tirsangiz ham bo'ladi, lekin yana bitta sizga hozir bonusini aytib ketaman. Mana bu 3-chi общий sanuzelimiz bo'ladigan bo'lsa, xo'p, sizlarga eng yoqadigan narsa nima deydi? O'zbekchilikda hamma so'raydigan balkon deydi-yu. Bitta kenggina balkonimiz bor mana bu joyda ham. Xohlasanglar, men buni ochib olib mehmonxonaga qo'shib yuborsanglar ham bo'ladi. Xonadonimizda 119 ming AQSh dollari so'ralyapti. Kelishadigan joylari bor. Opsiyonida nomer qoldiraman. Batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.